Ko'p shokolad yema, tishing qurtlab ketadi. Yo'q. Shokolad tish qurtlatmaydi. Tish yuvmaslik qurtlatadi. Qurti nomi esa karies. Shokolad bu karies emas. Bugun sizlar bilan karies haqida gaplashamiz. Zo'r chiqadi. Shirin keling. Ikkalasiga qarab gapiray, bitta ko'zim o'tdi, bitta ko'zim. Karies bu tish emali va dentitni yemirilish hisoblanadi. Karies sabablari juda ham ko'p o'rtoqlar. Kelinglar, bulardan asosiy 3 tasini gapirib o'tamiz. Noto'g'ri ovqatlanish, tishlarni yuvmaslik va so'lak kamligi. O'zi karies qanday rivojlanadi? Keling shuni ketma-ketlikda batafsil tushuntirib ketaman. Tishlarning yuzasida bakteriyalar to'planadi va blashkalar hosil qiladi. Qarabsizki, tish emalida oq dog'lar, undan keyin esa emal buzilishi, qarabsizki, yuza, o'rta va chuqur karieslar shu oqibatida hosil bo'ladi. Agar beparvo bo'lsak, bu oqibatlarga olib kelishi mumkin. Og'izdan noxushlik kelishi, tungi og'riqlar, yiringlash va oqibatida esa tishlaringizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun o'rtoqlar, tishlarimizni haftasiga bir marta yuvishimiz kerak. А что, так можно было, что ли? Hazil o'rtoqlar. Har ovqatlangandan keyin tishlarimizni yuvishimiz lozim. Aniqroq qilib aytganda, gazli ichimliklar va shirinlik mahsulotlarini to'xtatishimiz zarur. Uning o'rniga suv, qattiq mevalar, sabzavotlarni iste'molini ko'paytirib, har 6 oyda stomatolog ko'rigiga borishimiz lozim o'rtoqlar. Agar siz tishlaringizni sevmasangiz, karies tishlaringizni sevar ekan. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, yana o'sha gap. Like bosing, kommentariy yozing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qanaqadir qiziqarli savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiring. Aynan keyingi videolarimiz sizlarning savollariga asosan bo'lishi mumkin. Smile Boutique.